Өзбек халқын келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Сіздердің отбасыңызға береке, бірлік, дендеріңізге саулық және өзбек еліне тыныштық тілеймін. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Hello, namaste from India. Happy New Year to Uzbekistan from India. Thank you. Бардық қырғыз елінің атынан өзбек тушналарыбызды жаңа жылыңыз менен құттықтаймын. Շնորհավոր գալիք ամանոր սիրելի Ուզբեկստանի ժողովուրդ. Qaysi tilda tabrik yo'llanilmasin, buni ahamiyati faqat shundaki 2026-yilda har bir yiliga omad, baxt va salomatlik tilagan bilan birga har bitta jahonning har bir burchagida do'stliklar ko'payaversin, yaqinlaringlar ko'payaversin. Do'stlikka hech narsa yetadigan narsa yo'q, chunki yaqin do'stingizga siz suyanasiz, yaqin do'stingizga siz maslahatlashasiz u bilan. Shuning uchun ham har bir yiliga do'stlaringlar, yaqin do'stlaringlar ko'paysin. Ular ham sog' bo'lsin, omon bo'lsin. 2026-yil yillarning eng baxtli yilidan biri bo'lsin. Yangi yil bilan do'stlarim, men sizlarni juda yaxshi ko'raman.